Va nihoyat biz ish joyimizga o'zimizga garadoka yetib keldik. Bu vagonda bizani fermani xodimlari, buxgalterlaridan tortib ishchilari, direktorlari hammasi mana shu vagonda yasharkan. Bepoyon to'ndarani o'rtasida bizni garado joylashgan. Biz har kuni bu joydan mashinasi bor, o'zini mana shu cho'l zonalariga yuradigan mashinasi bor. Shu mashina bilan biz ish joyimizga, obyektimizga har kuni borib qatnab ishlar ekanmiz. Bu vagonlar maxsus utoplet qilingan vagonlar, issiqni ham, sovuqni ham o'tkazmaydi. Qishda issiq bo'ladi. Bu vagonning ichiga suv ham bor, qo'l yuvishga suv, pechkalari, hamma sharoitlari qilingan, faqat tor, yashash qiyin. Bu joyda hamma yashash uchun kerak bo'ladigan oshxona, tualet, hammasi mana shu xuddi mana ko'rib turganlaringdek vagonning ichiga joylashtirilgan. Oshxona ham ikkita vagon bitta qilib oshxona qilingan. Tualetlari ham, cho'miladigan joylari ham, hammom, даже parxonalari bor. Buni hammasi mana shu vagonchaning ichiga joylashtirilgan. O'zi aslida bu sharoitda, bunaqa joyda bundan yaxshi variant yo'q. Eng yaxshi variant mana shu vagonlar ekan. Yana o'sha gap, ekranga tirs-tirs urib yurakchani qizartirib qo'yamiz. Kommentariyaga olg'a so'zini yozamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Hammaga rahmat, joylaring sog' bo'lsin.